Ushbu loyiha Asakabank Andijon BXM hamkorligida Qo'rg'ontepa tumani Nafosat MFYda 41-konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirmoqda. Bu yerda kartoshka mahsulotlari ekilgan. Yer maydoni 10 gektardan iborat. Uzunligi 800 metr, eni 125 metr. Bu yerdagi ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 97 kun davomida amalga oshiriladi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 60 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 15 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihalarni samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor Bilimjon agro-MPSH korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.